Mo'ljali. Angarga bor. 20. Qo'shing, tamam, 50 qo'shing. Hop, deng. Hey! 18 million. 18 million. Sariq bilan qoraga. Bu bilan chekkadagi bilan aka nima qisirga beramizmi yo bo'g'ozga beramizmi aka? 50 mana shu narsa. Bularni 5,5 dan deyapmiz. İlk tish qo'ylar, bultiri qo'ylar. Bu nech pulga baraka bo'ldi bu? Bobraga qancha? Nech pul bo'ldi? Tikon oralangda. Qanchta? Aka, bunday qiling. Tog'a 100 ming tushib bering, siz 50 ming qo'shib bering. Bu mo'ljal baland deyapti. Ber jahon endi. Barakasi. Tog'a 50 ga qaramaydigan bola ekan. O'zbegim chorvasi. 2000 kami bor. Bozor so'rashdimi? Siz soting, sizga Xohlasa, baraka bo'lgan joydan kelar. Mana shu ikkilar nari qo'chqorim sotilib. Nech pulga baraka bo'ldi aka? Mana ikkalasi $1400 dan. 1400 dan. Aha. Mana ikkalasi 19 millionga bermibdi o'zi. 19 ga. Ha. Aha. 13 million, 26 million. 26 million. Lekin sifati zo'r ekan. 4 ga chiqazibdi bular. Sariqlarni 12 ra qilishdi. Qoralarchi. Bu qorani 7 million qilishdi. Bu qanaqa? Ular 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Bu Qirg'izistonniki bular? Ha, hammasi Qirg'izistonniki. Sifati yaxshi ekan jonivorlar. Qo'ylar hali yosh, 2 tish, kattasi 4 tish. Qisirba bo'g'ozmi aka? Hurmatli tomoshabinlar, biz Chorva bozoridamiz, ya'ni Shahridan Chorva bozorida akalar olingan, sotilgan, baraka bo'lgan hamda akalar ona bola, sovliq, qo'chqor, qisir, bohima qo'chqor, to'yga qo'chqor hammasidan video syomka qilganmiz. Xudo xolasa kanalimizni rivoji uchun qadishgan ayami bitta like tugmachasini qizartirib qo'yasiz akalar. Biz bu videomizni zo'rlarini chiqarib boramiz akalar. Hurmatli tomoshabinlar, baraka bo'laylik. Hoshma nech pul deyapsiz? Nech pul deyapsiz? 10 million. Nech pul savdo qilyaptilar? 7 million 400 ming savdo qilyapti aka. 052 solyapman akalar. Qo'ylarimiz kichkina ko'rinayotgandir balki, lekin katta qo'chqorda qolsa. Yaxshi ko'rinadi shunday. Lekin qo'ylarimiz 100 kiloni usta bo'lgan qo'chqor akalar. Qanaqa ko'rinyapti lekin bilmadim, aka sifati yaxshi ekan jonivorlarni. 7 million 400 dan savdo qilishdi. Baraka bo'lgan jarayondan akalar, xolasa. Hurmatli obunachilar, baraka bo'layotgan jarayon. Nech pul so'rashyapti? Bilaldan nech pul so'rashyapti? 18 million. 18 million. Sariq bilan qoraga. Bu bilan chekkadagi bilan unga 18 million so'rashyapti ekan, baraka qilishyapti ekan, lekin savdo bo'lyapti xolasa. Badani semiz ekan mana shu qo'chqorda. Bir ikkita olsak ekan mana. Ikkalasiga 18 million narx aytishyapti akalar. Lekin biz 0,2 olsak, yana ham uzoqroq ko'rinadi akalar, xohlasa. Biz nech pul o'tlang bu bilan, chekkadagini? Nech pul o'tlang bu bilan chekkadagini? 21. 11 10. Bu 10 millionga, bu 11 millionga. Kami bor deylar. Ikkalasini 18 millionga baraka savdo qilishyapti akalar, xohlasa. Bular qanaqa narxi? 10,5 11, 10,5. Lekin sifati yaxshi ekan jonivorlar. To'y marosimlar uchun katta qo'chqorlar, xohlasa. Shu orada reklama yapib ketaylik, nomerni aytib keting. Nomerlar 95 95 li 312 312 20 20 aloqa qilamiz, xohlasa. Bu nech pulga baraka bo'ldi bu? Bobraga qancha? Nech pul bo'ldi? 8 million 400 ga mashq qo'chqorimiz baraka o'tdi akalar, xudo xolasa. Olgan sotgan ham xudo barakasini bersin. Ha, bu 84 ga bu ham sotilgan, ha? Mashq qo'chqorimiz ham 8 million 400 ga sotilibdi akalar, xudo xolasa. Olganga ham sotganga ham barakasini bersin akalar. Biz video syomkani davom etamiz akalar, xudo xolasa. Mana bu ko'rsatib qo'y, bitta yomoni bor. Kattasidan bor, ha? Ha. Nech pul bu kattasi? Orqasidan ko'rsat, orqasidan. O'tolay. Akalar, kattasi ekan mana 1x olsak akalar, mana 1 olsak katta qo'chqor. 150 kiloli qo'chqor so'yish niyat qilganlar bormi aka mana? Xohlasa sifat zo'rlaridan akalar. Nechta? Mana savdo bo'layotgan jarayon. Nech pul deyapsiz aka? 5 million 350. 5 million 350 ming mashq qo'chqorimiz, xohlasa. Tog'asi nech pul dedingiz?
Neç pul kam bor? 5,5 kami bor. 5350 ming so'rashyapti ekan. Lekin badallari semiz variantda ekan, xolos. Evet, tog'a kelishtirib ala qiling. 150 ming ro'linyapti oralaringda. Qashti. Aka, bunday qiling. Tog'a 100 ming tushib bering, siz 50 ming qo'shib bering. Agar ma'qul kelsa shunda agar. Ha, sotaman da mana. Shuni deyaptilar bu. Aha. Baraka ko'rib qo'yilsa, bash video 7 baraka bo'lsin. Xolaslar. Baraka bo'layotgan jarayon, xolaslar. Onda hali pishmaydiganga o'xshayapti. Men qizig'i vayda Qirg'iziston qo'chqorlaridan mana. Mana shu bolaga ham talak bosib qo'yasizlar. Aka 60 qilishdi to'g'risiga. Ikkalasini aytganimda agar bo'lmagan ikkalasini shu yarim qildi. Dadamlar qaysi? Hop, mononi bering, bak 62 beramiz. Siz o'tolmaysiz menga. 50 ming so'm. Xayri yo'q. Anada ish qiling. Ma'qul kelsa ber. 50 ming so'm deb qo'ying. Yo, chicha qo'shing tog'a. Men at qo'yingizni ezmayman. Meni ko'tarsa qo'shib beraman. 55 ga ham olaman. Buni to'q qolsa uyaltirmaydi. At qo'yingizni ehson gap bo'lsa ham gapirishga berishgan. Unaqa iz bilan foda qilmayman. Yur degan Rozini sevmadim. O'zbegim chorvasilar. Baraka bo'ldimi? Bermaydilar 53 yerim. Ama yaxshi narx bo'pti lekin. Degaman. 5 million bo'lsa qilarsizmi bu? Mana bu yerda qo'shildim men. Aka, berasiz deb o'ylayman. Seni biz ketardi. Deqonmas seni. Shuni mo'ljali baland. O'zi bilan men aralashmayman. Siz so'raman o'shani. So'raman shuni. So'raman deyapman sizga aka. Voy jon aka. Voy, siz so'raman. Men ko'tarmasa bep qo'ydi deyapman. So'raman. Nech pul so'rayaptilar? Cho'lasiga. Ya, bir og'iz gap 19 ga beraman demadi. So'raman chashini. Mana shu uchala qo'chqorimiz 19 millionga 100 ming o'tib berishyapti. Ya, bir og'iz o'zim borsiz. Men tushuntiraman bunga bo'lmasa. Men tushuntiraman deyapti. Bor baraka. O'tib berasan. Siz so'raman o'shani 100 ming pulda. Hozir 19 ga 100 ming o'tib ber deyaptimi? Aka beraman, kecha bo'lmadi. Voy, ma'qul kelsa beringlar aka. Mo'ljali, angarga bor. 20 mo'ljali o'tdi o'zi. Shuncha ancha kam bo'lyapti. 50 ming o'tib berasiz. Siz so'ramanchi va jon aka, kimimiz? O'shan bu mo'ljal baland deyapti. Bizga ruxsamisiz? Ber jahon endi. Barakasi. Bu ham xolis mayli, pul o'shanda 19 millionga 50 ming xayriya o'tib berildi. Yo'q, to'g'ri. To'g'ri 19 mi? Ey gaplar aka. Olganga ham sotganga ham xudo barakasini bersin akalar mana. Semiz qo'chqorlar, xohlasa 19 millionga. Barakasini bersin akalar. Ha, xuddi oluvchi bo'lib yopishyapsizmi? Qo'shib beraman. 3 dan yaxshi. Mana 63 bo'pti, mana 6 million. Ancha olib qo'y, tavakkal olyapti. Qaysi biriga qancha savdo bo'lyapti hozir? 6 million 300 ming. Ha, mana shunga 6 million 300 ming savdo bo'lyapti ekan. Zikirlar nech pul deding sen? 64 deyapman. Aka 63 so'rayaptilarmi? Ha, bermaysanmi uka? Bering. Ma'qul kelsa ber. 50 qo'shing, tog'a 50 qo'shing, hop deng. Ey! Barakasini bersin akalar. Mana shu 6 million 300 ga baraka bo'ldi akalar. Xudo xolasa olganga ham sotganga ham xudo barakasini bersin. Ammo zo'r narx bo'ldi. Gap yo'q. Qolganlari qanaqa narxi? 67 chiqdim tog'a endi. Bunga tortishmadi, 6 million 100 ming tavakkal qildim. Oldim bo'ldi.
Tavakkal. 50 qo'shib bu. Dengel gapirib. Hava 50 ga qaramaydigan bo'layotgan. Menga bunday. O'zbegim chorvasi. Tavakkal olaman. 6 million. Ey, dehqonchilik, boqar kella zikrlab ber. Ber bo'ldi. Boqar kella. Barakasini bersin akalar. Ammo zikrlarning savdosi yaxshi bo'lib ketdi. Yo'q. 63 ga bunisi, narigisi mana shu qo'chqor 6100 ga baraka bo'ldi akalar. Olganga ham, sotganga ham xudo barakasini bersin. Zo'r narx bo'ldi. Hozir qaysi biri savdo bo'lyapti? Mana shu qorong'i. Hali ham bitmadimi? Voy, teng bo'linglarga tashakkur etish bo'lyapti. Olov islam yaxshi yetdilar-ku. Dastlabkasini qanchaga chiqishdi? Voy, 1 million ham o'tib beriladi payti kelsa. Mana hozir ikkovini o'zi asli zo'r pul aytdilar sizlarga. 10 million 9,5 bo'lyapti. 10 millionga mana ursa ham 500 ming farq qilyapti hozir. To'g'ri. Hozir qancha so'rashyapti o'sha ikkalasiga? 9 deyapti ular. Ha. 10 million 9 million. Ha. 19 millionga. Barakasini bersin lekin qo'ylarning sifati zo'r ekan janob. 21 dedim, 20 dedim. 19,5 dedim. Hojiba qancha deyapsiz qo'chqardi? Olam deb 9,5 bering. 2000 kami bor. Bozor so'rashdimi? So'rashmabdi, lekin nasiblikka zo'raytir ekan janob. Xohlasa tavsiya qilib qolaman shu qo'chqorlarni. Voy, to'yga olishar ekan ishni bitirib berdinglar. Unaki narx aytyaptilar. 11 narx aytyaptilar. Ha. 23 bo'ladi. O'zimizni naqadan ekan, ham qishlar ekan. Ha. Qaysilar? O'tbekada boshini bor. Ben begaga ketmaymiz boshini. 20 millionga o'tib beraman deb qo'ydilar, nima deyish kerak? İşte bitirmay. Lekin yaxshi narx bo'ldi. Akalar yana katta semiz qo'chqorlar, ehson, marosim, to'y boplaridan aka. Nech pul deyapsizlar? Narx qanaqa bo'lardi? Ular 9dan. 9 milliondan. Qayergacha? Acho. Ha, uchalasi 9 million. Bularchi? Ular 10 milliondan. Bu uchalasi 10 milliondan. Nega? Mana ham bo'yi 95 atrofida chiqadi akalar mana shu qo'chqorimiz. Bular qanaqa? Ular 12dan. Bu 12 million ekan mana shu. Ikkalasi? Buchi? Ular 11dan. Bular bu ikkalasi 11. Bu 10 million ekan. Savdo qilishyaptimi? So'rashdimi? Ha, so'rayapti. Qancha so'rashyapti qaysinga? Undan 9 million so'radi. Ha, mana. 10 million deganingiz. Ha, 10 million. Aha. 10 million so'radi. Bularchi? Ular 8, 7,5 shunaqa savdo bo'ldi. 7, 8. Narigilar savdo bo'lmadi. 8 so'rashyapti ekan. Savdo bo'lganlar sotib ketyapti asosan. Bugun bozor qanaqa bo'lyapti taroziga? Narxi 85 dan 90 gacha. 85 dan 88 dan sotdik o'zimiz. 88 dan tarozi tortib berildi. Nega bu? Tavsiya qilamiz akalar, xohlasa semizlaridan aka. Yana bor aka uyda? Ha, qo'ysin. Nima bilan to'raverasizmi? 95lar. 95li 093 aha 2389. 2389. Akalar aloqa chiqib ko'rasiz, xudo xolasa hamma qo'chqorlardan bor ekan akalar. Aka sotildimi? Ha, oldik. Nech pulga? Ha, 19 ga haligida. Yo, oldik hali. Ha, 19 millionga. Bo'ldi. Xudo xolasa hozir baraka bo'lgan qo'chqorlarimizni qolganlar narxini ko'ramiz. Tamom, ha? Nech pul deyapsizlar bularni? Aka 7 kami bor deyapmiz. Xudo xolasa so'rashaveradi. Savdo bo'lganini ko'rdim. 62, 61, 63. Aralash sotilyapti, xudo xolasa. Atrofda sotilyapti. Qoralar qanaqa? Sizlarmi ham? Qoralar ham o'zimizniki, biratdan-u endi. Nech pul deyapti bu qoralar? Davom bo'lar, nech pul deyapsiz, aytvoring. Nech pul deyapsiz aka? 12,5. Ularchi? Ya, 7 million atrofida degan qo'chqorlar ekan. Buni yana tagoni bormi? Hozircha mana shu. Ha. Yana tayyor bo'layotgani bor. Uyda bor, sotiladi. Xudo xolasa. Nimalar aytaverasizmi? Hozir 90-chili. 90-chili 449 aha 33 30. Dadamlar olalariga telefon qilsa, xudo xolasa. Xudo xolasa Arashan, Sori hammasidan bor. Inshaalloh bor aka. Harakat qilamiz. Kimgadir akalar ma'qul keladigan bo'lsa bemalol personal bilan aloqa chiqsin. Akalar kelishgan holatda chirqiq ishdan bitirib beriladi. Behir ish bo'lmaydi. Dastlabki xizmatlari bo'ladi. Xudo xolasa kelishilgan holatda chirqiq ishdan bitirib beriladi. Ehson, marosimga, boqqani hamma So'yib ham beraveramiz, o'zimiz xossabmiz, xudo xolasa. so'yib ham berilaveradi. Ha, so'yib ham berilaveradi. Olinsa so'yib berilaveradi. Akalar ma'qul kelsa aloqa chiqib ko'rasiz, xudo xolasa. Savdo bo'layotgan jarayonni yana aloqa qilasiz. Aka nech pul so'rashyapti ikkalasiga? 12,5 so'rashyapti mana shu ikkala qo'chqorga. Lekin boqma qo'chqor ekan. Xudo xolasa
Ikkiga o'tibdi janavarlar. Boqishga endi kelibdi-da. Xolos sifat zo'r ekan. 6,5 bilan 12 million narx aytishyapti. So'rashyapti. Dada? Siz soting, sizga Xudo xolasa savdo bo'layotgan jarayoni. Nech pul deyaptilar aka? 6 million 150 dan ikkalasiga. Bittasiga uni. Aha. 6 million 150 ga so'rash. Nech pul deysiz o'zi aka buni? 7 kam bor deyishibdi akalar. Hali boqmay ikkichi o'tdimi? Ikkichi o'tgan-a? Sifati ham zo'r ekan janavarlar. Hojimas nech pul dedingiz? 7 million. Bozor qilishda? Nech pul qilishadi? 6,5 so'rashibdi akalar. Xudo xolasa mana shu qo'chqardi. Sifati ham Babarum zo'r ekan. Xudo xolasa so'rayotgan joy. Qaysi biriga qancha narx bo'ldi? Qaysi biriga qancha narx bo'ldi? Uchtasi 19,100. 19,1 ga. Cho'lasiga. Lekin yaxshi narx bo'ldi akalar, xudo xolasa. Boqmay ekanda janavar. Gaplashib turibdi-mi? Sifati ham zo'r ekan. Voy, nech pul deyapsiz siz? 7,5. Savdo qilishdimi? 63 ga so'rashibdi lekin mana shu qo'chqarni. Badani semizga ham so'ysa ham bo'lar ekan mana shu qo'chqarni. Lekin savdo deydi arzida ekan. Nech pul bo'ldi aka bu qo'chqar? 5 million 800 ga mana shu qo'chqarimiz baraka bo'pti aka, gap yo'q. 5 million 800. Ana aka, boqma qo'chqarlar. Nech pul deyapsizlar qo'chqarlarni? Bularni aka 5 million 800 dan aytyapmiz. Aha, bozor qilishyaptimi? Bozor so'rab turishibdi aka. Nech pul so'rashyapti? Har xil so'rashyapti aka. Nech pul masalan holati? 5,5, 54 so'rashyapti. 5,5 elektr taraf so'rashyapti. Ko'hlatchi. O'ylab qo'yinglar. Ko'zlarni ham o'sha narxda beraveramiz aka. O'sha narxda ketaveradi. Ha. Ko'k ishqibozi bor, sariq ishqibozi bor, qora ishqibozi bor. Qarasan. Bularni aka 5 million 800 dan ozgina hayrisiga o'tib beramiz. Qancha? Qayerniki? Bu Zomindiki aka. Ha, Hisor qo'ylar. Xolos akalar tavsiya qilamiz mana shu qo'llarni. Sifati ham zo'r ekan. Buni katta, kichik, qora, sariq hammasidan bor-a? Hammasidan bor aka. Bir ko'p ekan akalar. Bir ko'p. Nomer aytib bering. 90'lik. 90'lik. 263. Aha. 6708. 6708. Akalar aloqalash qo'rqsa, xudo qolsa kimgadir ma'qul keladi, kimgadir ma'qul kelmaydi. Akalar xudo qolsa biz qo'ldan kelgancha to'liq ma'lumotni beryapmiz. Agar qiziqtiradigan bo'lsa aka, nomerlarni qoldiryapmiz. Aloqa chiqib bemalol so'rab surishtirib chiroyli ishlarni bitirishlari mumkin akalar. Aloqa chiqib ko'rasiz xudo qolsa. Mana hurmatli tomoshabinlar, endi sog'liqqa navbat beramiz. Xudo qolsa ko'pchilik sog'liq qidiryapti aka mana sizga. Sog'liqda ham o'ta go'zallardan. Nech bilasizlar aka bu sog'liqlari? 6 milliondan kami bor. 6 dan kami bor. Ha. Bozor qilishyapti bularni? Bozor 52, 53 so'rayapti. Bitta qo'chqori bor Ha, ichida. qo'chqor qo'shib qo'yilgan. Ha. Qo'chqor o'zi nech pul? O'zi 8 million. 8 million kam bor, lekin naslga zo'r ekan janavarlar. Ekitishga chiqqan qo'chqor. Ikkishga o'tgan. Ha. Bularni aka nima qisirga beramizmi yo bo'g'ozga beramizmi aka? 50 mana shu narsa. Ha, endi gumonda akalar, ichida qo'chqor yuribdi, agar bo'g'oz chiqadigan bo'lsa vaqtingiz, agar qisir chiqadigan bo'lsa aka, yaxshi bitta qo'chqor qo'shilaverasiz, xudo qolsa. Hammasini olsa 58 dan beramiz. Bozor so'rashdimi aka? 53, 52 qilishyapti. 53 so'rashyapti. Bitish qanaqa qo'lga tegishi? 5 million 600 mingdan bitadi. 5,5 ham bitmaydi. Hammasini olsa ketaveradi 5 million 600 dan. Dastlabki ham bo'ladi, ha? qilib beraman, ha. Nari qo'rayapsizlar-da? Ha, endi 5 ta katta yirigrog'i bor. Yirigrog'i bor. Ular qanaqa? Ular qanaqa? Ular 4 tish, 6 tish. 4 tish, 6 tish. Bu Qirg'izistonniki bular? Ha, hammasi Qirg'izistonlik. Bitta qo'chqori ham bor ekan, kelar xudo qolsa. Nech pul deysiz narxini? Ular 11 dan. 11 dan. Qo'chqori ham ketadi ichida? Ketaveradi. Mana qarang, badani ham semiz ekan. Yormadimda, quyruqlari ham ochiq ekan janavarlar. Qo'chqorni qarang. Eng qizig'i aka, buni bo'g'ozmi yo qisirga beramizmi? Ular ham 50-50. Lekin gumonda o'sa pashti bilmam qoptilar qo'chqor yurgan. Qorin tashab nima o'qib qo'ygan qo'ylar. 4 tish 6 tishlarda? Ha, ikkita 4 tish bor, 3 ta kattasi 6 tish. Nimalar aytib bering aka? 77lik. Aha.
102 102 3102. 3102. Akalar qach bo'lsa, xudo qolasa, hammasi mana qo'shqor, sovliq, ona bola. Ha, telefon qilsa ish bitadi. 10 milliondan so'rayapti aka. Keladigan holat bor ekan, xudo qach bo'lsa. Ha. Mana hurmatli tomoshabinlar, sizlarga yana Qirg'izistonning sovliqlari akalar, xudo qolasa. Nech pul deyapsiz aka buni? Ularni optimga 8 milliondan deyapmiz. 8 milliondan deyishyapti. Bozor so'rayaptimi, so'ramayaptimi? Bozor so'rab turibdi, bitta ikkita sotdik ham. Nech pul sotildi? Endi holatiga qarab, kattarog'i bo'lsa 8 baland sotilyapti. Aha. Pasrog'i bo'lsa 8 pastda. Ya masalan qanaqa sotildi? Qanaqa sotildimi yo nariginaqa sotildimi? Yaxshisini sotdik. Aha. 8 ga. 8 million 100 ga. Qolgani qancha so'rayapti? Ular 7,5 ham so'rayapti. Har xil so'rab turib, endi savdogarlar ham so'raganlar ham bor, savdogarlar ham so'rayapti. Aha. Nech pul so'rayapti o'shalar? 73, 74 qilyapti savdogarlar. 73, 74 so'rashyapti lekin. Sifati yaxshi ekan janovarlar. Qo'ylar hali yosh, 2 tish, kattasi 4 tish. Qisirmi bo'g'ozmi aka? Ikkita qo'chqor yurgan ichida, o'zimning qo'chqorlarim. Aha. 5-4 kun yurdi ichida. Endi bo'g'oz qisirlarga Gumon-da. hozir, ha. Lekin sifati yaxshi ekan. Lekin oladigan odam qo'chqor qo'shib olsa o'ziga foyda. Nomerni aytib bering aka. 88lik 109 1997. 1992. Aloqa chiqish so'radi aka, kimgadir ma'qul kelishi bor, kimgadir ma'qul kelmaydi aka. Bir joyga bo'lsa 7 million 600 ming so'mdan dastlabki qilib yetkazib Dastlabki O'zbekiston bo'ylab O'zbekiston bo'ylab. so'radi aka. Aloqa chiqib savdo qilsa. Soni 20. Savdosi bor akalar, kelishtirib chiroyli savdo qilsang bo'laveradigan variant akalar. Endi ko'pchilik so'rashadi akalar, bozorda shuncha odam bor, nimaga hammani chiqarmaysizlar deyishadi, lekin hammani chiqaradigan bo'lsak, Buni qarang, qo'ydi tishini ham ko'rib qo'yingda bitta. ikki chekana hali, tug'magan ekan hali. Hali tug'magan bu. Aloqa chiqib savdo qilsa, bozorda aka aytganimizdek odam ko'p. Yaxshi qo'ylarni sizlarga ko'rsatmaydigan bo'lsak, ozgina pastroq qo'ylar chiqarsak aka, kanal saviyasi ham tushib ketadi. Shuning uchun sizga yaxshi qo'chqorlarni, yaxshi sovliqlarni zo'rlanib chiqarib olamiz akalar. Obuna bo'lishni unutmaysizlar.